Justin Highlight Gaethje bu jangchi Oriqni dushman deb emas, o'zining yaqin do'sti deb qabul qiladi. U zarbadan qochmaydi, uni sabrsizlik bilan kutadi, chunki har zarba uni yanada kuchliroq qiladi. Gaethje yiqilsa ham yerda yotmaydi, shunchaki qayta turadi. Ko'zida o'sha yirtqich chaqnashi bilan oktagonni yondiradi. U ringga kirganida faqat g'alaba emas, o'z chegarasini sindirish uchun kiradi. Gaethje uchun jang bu nafaqat sport, balki bu unga hayotiy falsafadir. Justin Gaethje qo'rquvni yoqtiradi, og'riqni his qiladi, lekin hech qachon taslim bo'lmaydi. U nafaqat raqibni yengmoqchi bo'ladi, balki Gaethje oldin o'zini yengmoqchi bo'ladigan fenomenal jangchidir. Shuning uchun ham uni MMA olamida The Highlight deya mashhur nom berilgan, chunki u har bir lahzani tarixga aylantiradi. Uning zarbalari ovoz emas, hayotning nidosidir. Bu jangchi og'riqdan yaralgan va g'alabaga o'rgangan. Har bir zarba uni to'xtatmaydi, balki uni uyg'otadi. Bu odam janglarda o'z hayotini xatarga qo'yadigan jangchi. Unga zarba berish orqali to'xtatmaysan, faqat yanada yirtqich qilasan. U og'riqdan yasalgan, g'alaba uchun yaralgan haqiqiy killerdir. Azizlarim, qisqacha va kamtarona videolarim sizga yoqqan bo'lsa, o'z fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiring va like bosib obuna bo'lishni unutmang.